Annyeonghaseyo, Yorobon barchaga assalomu alaykum. Bugun ikkinchi darsimiz undashlar. Oldingi birinchi darsimizda koreys tili alfabeti haqida to'liq tushuncha berib o'tib ketgandim. Undash harflarimizning birinchisi kyok harfi, ya'ni KG. So'z boshida yoki oxirida kelsa K ga yaqin talaffuz qilinadi. Misol uchun birinchi so'zimiz kang. Kyok harfimiz so'z boshida kelyapti. Undan keyingi harfimiz esa A unli harf. A keyingisi Ng harfimiz. Kang. Kang daryo. Keyingisi esa kuk. Bu sho'rva. Qoidaga muvofiq so'z boshida va oxirida kelsa o'rtadagi harfi U. Unli harfimiz U harf bu. So'z boshida kelganligi uchun K o'qiymiz. Undan keyingi harfimiz U. Undan keyingi, ya'ni oxirida kelayotgan harfimiz ham K harf. Ya'ni qanday o'qiladi? Kuk. So'z boshida va oxirida kelsa K o'qiladi. Kuk, sho'rva. Ikki unli orasida kelganda G kabi yumshoq talaffuz qilinadi. Ya'ni mana bu harfimiz Ng dedik-ku. Bu yoqda Kangda, daryoda biz buni talaffuz qildik. Lekin buni qoidasi bor. Ya'ni qaysi holatda Ng harfi talaffuz qilinadi, qaysi holatda talaffuz qilinmaydi. Shu sababli unlilar, 10 ta asosiy unli oldida kelganda Ng harfimiz talaffuz qilinmaydi. Shu sababli endi ikkinchi qoidasi qarang. Kyok harfi ikki unli, ya'ni ikki unli orasida kelganda G kabi o'qiladi. Birinchi harfimiz A, keyingisi I, o'rtada G. Agi, yosh bola. Agar oldingizda daftaringiz bo'lmasa, daftarda olib lug'atni yozib borsangiz, so'z boyligingiz oshib boradi. Undan keyingi harfimiz nyon harfi. Buni qoidasi yo'q. Bu so'z boshida, oxirida, o'rtasida N kabi o'qiladi. Birinchi so'zimiz nun. Bu yoqda 3 ta so'z bor. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. So'z boshida ham, oxirida ham N o'qiladi. Nun. Bu ko'z. Keyingisi qor ma'noda keladi. Ikkinchisi nuna. Birinchi harfimiz N, ikkinchisi U, undan keyingi harfimiz ham N, undan keyingi harf A. Nuna. Nuna opa degani o'g'il bola uchun. O'g'il bola uchun. Bola uchun. Keyingisi nugu. Kim? Kishilik kim? So'roq olmoqchi. Kim? So'z boshida kelyapti N, keyingi harfimiz U, keyingisi kyok harf, keyin yana U. Nugu, kim deb tarjima qilinadi. Bu yoqda 3 ta harf. Bu yoqda 3 ta lug'at. Undan keyingi harfimiz esa tiket harfi. Tiket harfi so'z boshida, so'z oxirida yoki ikki unli orasida kelganda T o'qiladi. Misol uchun bu yoqda T harfi, keyingisi A, undan keyingisi R, keyingisi tari, oyoq. Nima ekan? Misol uchun tiket. Mana shunday yozilgan mana bu so'zimiz. So'z boshida, so'z oxirida kelganda T o'qiladi. Qolgan hollarda ikki unli orasida D o'qiladi. Keyingisi rel harfi.
rel harfi so'z boshida kelganda yoki oxirida kelganda L o'qiladi. Ikki unli orasida yoki so'z o'rtasida kelganda R o'qiladi. Misol uchun birinchi so'zimiz tal. Birinchi harf tigit, T o'qilyapti. Ikkinchisi A unli. Mana so'z oxirida kelganligi uchun rel harfimiz L o'qilyapti. Tal. Buni tarjimasi oy. Oy. Keyingisi saram, odam. Rel harf ikki unli orasida, so'z o'rtasida kelyapti. R o'qilyapti. Saram. Undan keyingi harfimiz esa mim harfi. Buni hech qanaqa qoidasi yo'q. Ya'ni so'z o'rtasi, so'z oxiri, so'z boshi degan qoidasi yo'q. Bu so'zimiz bosh deb tarjima qilinadi. Birinchi harfimiz M, ikkinchisi O, uchinchi harfimiz R, undan keyingisi I. Mori. Bosh. Bu yerda bitta qoidani aytib o'tib ketaymi? Bu yerda yana bitta qoidani aytib ketsam, mana rel harfimiz ikki unli yoki so'z o'rtasida kelsa R o'qiladi degan qoidani ham aytib o'tib ketsak bo'ladi. Chunki bundan oldingi betda R'ni, ya'ni rel harfini qoidasini tushuntirib o'tib ketdim. Undan keyingisi esa mim qoidasi. Bunda mori so'zi, ya'ni bo'lganligi uchun, bunda ya'ni rel harf qatnashganligi uchun bitta misol yana qo'shimcha qo'shib yozib o'tib ketsangiz bo'ladi. Undan keyingi harfimiz esa pip harfi. Ya'ni pip harfimiz so'z boshida, so'z oxirida kelganda P kabi o'qilib, ikki unli orasida so'z o'rtasida kelganda B o'qiladi. So'z boshi, so'z oxirida P kabi o'qiladi. Misol uchun birinchi lug'atimiz pap. Guruch, ovqat ma'nosida keladi. Misol uchun pap mokosso, ovqat yedingmi? Undan keyingisi esa so'z boshida kelyapti. Pip harf P, undan keyingi harfimiz A, undan keyingi harf B o'qiladi. Sababi ikki unli orasi yoki so'z o'rtasida kelsa B o'qiladi dedik. Undan keyingi harf O. Pabo, ya'ni jinni. Undan keyingi harfimiz esa shiyot harfi. Bu ham S ham Sh o'qiladi. Qachon? So'z o'rtasi, so'z boshi, so'z oxirida emas. Bular qachon Sh o'qiladi? Shiyot harfimiz yozib ketaman shu yerda. I unli harflar. I, Ya, Yo, yotiq yo, Yu, Ye, V harf. V harflar tik unli va murakkab unlilar oldida sanoqli, ya'ni 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta unli oldida shiyot harfimiz Sh o'qiladi. Misol uchun mana shiyot harfdan keyin mana bu harf kelyapti. I harf, ya'ni qanday o'qiladi? Shi. Keyingi harf J. Undan keyingi harf A. Ya'ni keyin so'z oxiridagi esa N harf. Shijang. Bu so'z bozor. Tarjimasi bozor ma'nosida keladi. Qachon oddiysi bo'lib o'qiladi? Qolgan unli harflar oldida kelsa, ya'ni shiyot harfini oldida qolgan unlilar A, O, U yoki yotig'o
boshqa murakkab unliklar bundan tashqari, ya'ni yettitadan tashqari boshqa unliklar kelganda oddiygina S o'qiladi. Faqat I, Ya, Yo, yotiq Yo, Yu, Ye, V harflari oldidagina Sh o'qiladi. Misol uchun yana bunga misol. Shigan bor. Shijak bor. Shvida bor. Shigan vaqt. Daftaringizga yozib olsangiz, bu ham bitta so'z. Shijak boshlanish. Shvida dam olmoq. Shunaqa holatda, misol uchun mana shigan vaqt, ya'ni shot harfini oldida mana I kelyapti. Sh o'qiladi. V kelyapti. Shunaqa holatlarda Sh o'qiymiz. Bu yoqda bitta B harfi ham qolib ketibdi. Shot harfi qachon Sh o'qiladi? I, Ya, Yo, Yu, Ye, V, V harflar oldida Sh o'qiladi. Qolgan unliklar oldida esa oddiy o'z holatida S o'qiladi. Keyingisi ing harfi ng, ya'ni ing harfini qoidasi koreys tilida ikki xil vazifani bajaradi. So'z yoki bo'g'in boshida kelsa, deyapti. Misol uchun so'z boshi yoki bo'g'in boshida kelsa, jim holatda turadi, ya'ni o'qilmaydi. Boya aytganimdek, A, I, chaqaloq. A, I, chaqaloq. Bu, ya'ni ng harfi faqat unliklar orasida yoziladi. Ya'ni to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin o'qilmaydi. Shu unliklar orasida yozilish uchun kerak bo'ladi, ya'ni to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin o'qilmaydi, jim holatda turadi. Qachon, misol uchun qachon o'qish mumkin degan savol berishingiz mumkin. Ing harfi, ya'ni ng harfi pachimda kelsa, ya'ni so'z tagida kelgan holatda ng harfi o'qiladi, n kabi talaffuz qilinadi. Misol uchun sarang degan so'z bor edi, sevgi, muhabbat. Keyingisi kong bor edi, pang bor edi, sevgi, misol uchun koptok, xona, keyin bunaqa holatda ham pang, non. Mana shunaqa holatlarda kelganda ng harfi o'qiladi, chunki bu pachimda kelyapti. Pachimda kelganda o'qiladi. Keyin so'z bu anaqa darsimiz boshida ham ko'k harfda ham bitta kang degan, ya'ni daryo degan so'zimiz ham bor edi. Shunda ham ng harfi bor edi. Bu ham pachimda kelyapti. Pachimda kelganligi uchun ng harfi o'qiladi. Qachon o'qilmaydi? Bo'g'in boshi yoki bo'g'in oxirida kelganda faqat unliklar oldida yozilish uchun, ya'ni to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin talaffuz qilinmaydi. Bugungi darsimiz ing harfigacha edi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman.